yana bir marta asabimga tegadigan bo'lsang, mana shu xonada seni yo'q qo'raman, tushundingmi? O'chir. O'g'ling kelganda chirq etsang, o'ldiraman. Etmayman. Shunaqa bo'lsin. Jim o'tir. Etmayman. Bolam, ovqatingni ye. Yeyib kelmayaptim. Ne buncha aza tutyapsan? Onang o'ldimi? Ye. Bobomni urganingiz uchun yemayapti. Yaxshi ko'radi-yu, ha bobosini. Bolam, bobangni ko'ryapsan jinniligini. Endi nima qilay? Majburman qattiqroq gapirishga. Dadamga bobomni urganingizni aytib beraman. Nima? Tushunmadim. Menga qara. Nima deding? Sendan so'rayapman, nima deding? Agarda dadangga aytadigan bo'lsang, meni ko'radigan ko'rasan. Tushundingmi? Tushundingmi deyapman. Bor, yemasang. Tirancha. Bo'ldi, oy asabiylashmay, qorni ochsa chiqib yeydi ovqatini. Shu cholam o'lib ketmadi. Oyi, ana kuni ham bobom xonamga kirib, daftarimga chizib tashlagan ekanlar. Sizga aytmadim, jahlingiz chiqadi deb. Mana shu chol o'lmadi, men qutulmadim. O'zi bobom nimaga kasal bo'lib qolganlar, jinni bo'lib? Men qayerdan bilaman? Bor, dadangdan so'ra. Ana keladilar-da, dadangdan so'rab olgan, xo'pmi? Babajon? Babajon? Aka bolam. Non olib keldim. Qorningiz ochmi? Bolam. Rahmat bolam. Rahmat bolam. Davron. Sen bu yerda nima qilyapsan? A? Sendan so'rayapman. Senga nima degandim? Senga bu xonaga kirma demadim? Kirmagin, tushundingmi? Nonni sen olib keldingmi? Bu xonada narsa yeyish mumkin emas. Bor xonangga. Bu uyga boshqa kirma, tushundingmi? Bor. Sen bo'lsa buni bu yoqqa ber. Ovozingni chiqazmasdan o'tir. O'g'lim yana narsa olib kelsa, yeganingni ko'rmay. Jim o'tir. O'chir. Baqirayma, qarama. Agar aytganimni qilmasang, uraman. Tushundingmi? Urma. Tushundingmi? Tushundim. O'g'ling kelgunicha mana shu uydan yo'qolib ket. Qorangni ko'rmay. Tushundingmi? Xo'p, urma bolam. Xo'p, urma. Assalomu alaykum. Labbay Mahmud Husanovich, yaxshimisiz? Xavotir olmang, yo'ldaman. 2 soat, 2,5 soatlarda yetib qolaman. Shunaqami? Nima qilay unda? Men qaytaverayman. Ha, viloyatga borishingizni hojat qolmadi. Xo'p. Uyingizga Xo'p qaytib bo'ladi. Bo'ldi, ishxonada ko'rishamiz ertaga unda. Xo'p bo'ladi. Rahmat. Xo'p.
bir tomondan yaxshi bo'ldi. Dadamni bu ahvolda tashlab ketmaydigan bo'ldim. Dadamga qarashga birorta odam olsam-mikan, a? Saida baraka topsin. Dadamni shu ahvollarini tushunib qarab o'tiribdi. Osonmas unga ham. Nimani o'g'li? Nima qildi u? Nima deb so'rayapman? Urma. Tur bu yoqqa. Men senga necha marotaba aytdim, ha? Narsalarga tegmagin deb. Nima qilganing bu? Boshimga bitgan balo bo'lding. Tushunmadim. Marras, tur. Dadamga baqiryaptimi? Senga necha marotaba aytdim, ha? Qanday qilib baqir? Dadamga men yo'g'imda shunaqa muomala qilar ekanda. Yur, bugundan boshlab ko'chada uxlaysan. O'g'lim. Iblis.